namsiz ism to'g'riga chiqib yozgan bo'lsa-mu, hech kim bilmay qoldi, tilib oldim, haqorat qilib oldim, epini echib oldim desa-mu, Alloh taolo uyga yushinib olgan taqdirdami, kompyuterning keniga yutib olgan taqdirdami, uni rasvo qiladi deydi. Afsuski bugun kunimizda bizga eng chong illat mana shu. Bir odamning epini tepib olsak, xuddi oltin, dollar tepib olgan o'xshash qo'shilamiz. U epni kishilarga diyorsak, pul xarjlagandek qo'shilamiz, rahatlanib ketamiz. Sahobaning ichida haloq ichganlar yo'qmidi? Sahobaning ichida zinoga tushib qolganlar yo'qmidi? Hammasi. Hammalar hoş geldinglar. Allah subhanahu ve taala bu iman sorunumuzni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisida xabar bergandek farishtalar yaqqan Allah'ның rahmeti, xotirjamligi yaqqan sorunumuz qilib bersin. Xabarlarda bo'lgandek biz her hafta cuma kuni, ilgari shanba kunida, o'tgan haftadan boshlab cuma kuniga almashtirdik. Cuma kuni Allah'ның güzel isimlaridan bir ismini o'rganib kelyapmiz. Biz hozir qadar Allohga ibodat qilyapmiz, Allohga ishonamiz, shundaqla Allohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Lekin biz şu namoz o'qigan, ibodat qilgan, yaxshi ko'rdik degan Allohni tunishimiz yetarli emas. Biz bir odamni tunimay ishonmaymiz. Bir odamni tunimasdan yaxshi ko'rmaymiz. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz, Allohga ishonamiz deb turib, Allohni qanchalik tunisa degan bu savol kelsa, ko'pinchimiz sukut qilishimiz mumkin. Chunki Allohga bo'lgan tunishimiz oz. Bu Allohga bo'lgan tunish oz bo'laversa, bu Allohga ishonaman degan gapmi ancha ta'sir bermay qoladi. Amalga bizni ittiranmaydi. Bugun kunimizda bo'libmi yoshlarning, cho'nglarning olsun, o'zi musulmon, lekin amal ibodatlarning egri kelishi, Alloh cheklagan ishlarni yanılmasligini sababi nima desanglar, biz ishondik, yaxshi ko'ramiz degan Allohga bo'lgan tunishimizningki tuvallab ketganligi. Dal mushu nuqtadan bugun kunimizga o'xshash iymonni saqlash nihoyat qiyin bo'layotgan, dinsizlik shovqinlari har yerda chaqnayotgan, oxiratni unutildirib, faqat mushu dunyoda moda qo'g'ilishga, mushu dunyoda yashashga undaydigan omillarning hammasi atrofda bo'layotgan mushundaq bir shohidda bizning avlodlarimizning, yoshlarningki Allohga bo'lgan tunishni cho'nqilashtirishga ehtiyojimiz intayin yuqori. Biz shu sababdan har hafta Allohni tunish uchun Allohningki bir ismini o'rganyapmiz. Chunki biz Allohni qanday tunaymiz? Allohning ismi orqali tunaymiz. Shundaqla shu ismi aks etgan koinotni tafakkur qilish, o'ylash orqali Allohni tunaymiz. Biz bugun tunaydigan, ya'ni o'rganadigan Allohning ismi bo'lsa, bugun kunimizda biz hammamiz nihoyat ehtiyojli bo'lgan bir ism. U bo'lsa-mu Allohningki ismlari ichidagi Stir degan ismi. Satir deb o'qiladi, stir deb o'qiladi. Ya'ni Alloh davomliq yapquchi Allah. Allah davomliq yo'g'uvchi Allah. Nurg'unlarimiz ota-onamizning oldida yaxshi bola. Nurg'unlarimiz nihoyat kuchli, nihoyat taqvodor, nihoyat fazilatlik. Bu bizning raslam mutlaq fazilatlikligimiz, mutlaq taqvodor, mutlaq solih ekanligimizni bildiramdi? Undaq emas. Faqat Allohning Stir ismininki nimayimdi söylen, Allah'ның bizden ayıp noksanlarımızını, hatalıkımızını, günahlarımızını, biz başkalar köyümüz bulattı diğer yerlerimizni, Allah'ның yapqanlığı üçülla biz salih deyilatımız, alim deyilatımız, peziletlik deyilatımız. Çünkü biz Adem balası her birimizden bir hatalık var, günahlık var. Allah Teala şu hatalıkını bir günah kılsak, aşkarlık gitadigan, kıyaş kadir mi kadir emas mı? Elbette kadir. Eğer onda boğan bolsaydı belki kuçuğa çıkanmaz idi. Lekin Allah sittir boğan boğa çıka, bizden özümüzden acizlik, ayıp noksanlarını günahlarını Allah Teala aşkar olmaydigan şekilde mana bu şundaq yaratgan. Tabi'larning ichidagi faqih, alim Muhammed ibn Vasi degan kishi deydi. Mana bu şundaq sorunu var. Nurg'ulgan kishilar darsini anglaydigan bir alim, ha? Agar bir gunohninki bir puri qolgan bo'lsa-da, "Ma sorunimga hech qaysinglar kelmaydinglar" deydi. Demak, normal inson emas, har bir odamning xatoligi bor. Aşkar olmaydi. Yana tasavvur qilib baqsak, masalan, agar bir xatolik qilsak, puraq emas, bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, Allah shunday yarasini yaratalaydi-ku. Bir karton bor masalan, shunda yalg'a issa burni uzrab qoladi. Shundaq-ku. Inson shunda bo'lib qolsa, masalan, yalg'a isi burnumuz uzrab qalsa, g'ayrat ansak quloqimiz uzrab qalsa, so'xanchilik qilsak, tuhmat qilsak, tilimiz uzrab qalsa, qaysimiz ko'chaga chiqalaymiz? Mushundami birsimizning burni uzun, birsimizning quloqi uzun. Mushunda bo'lib ketishi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizdagini bilsimi, bizning gunohimizni bilsimi, mana shu Sittir ismining fazilati bilan bizni yapti. Kishilarning oldida yaxshi bo'ldik, fazilatli bo'ldik, taqvo bo'ldik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloninki bu Sittir ismi, olimlar shunday deydi, iymondan keyin Allohning bandalariga bergan eng katta ne'mati Allohningki ularni rasvo qilmasligi, xatoligini oshkor qilib qo'ymasligi deydi. Unda o'zi Alloh subhanahu va taolo bizning maxfiy, oshkora, ayb nuqsonlarimizni, kishilar ko'rmusulatda degan hamma narsalarimizni biladi ekan. Ana shundoq turib, uni yapar ekan, bildirmaydi ekan. Buning qator biz qanday qilishimiz kerak? Bizning bir aybimizni bir odam bilib turib yapsa, biz uni qanday qilamiz? Minnatdorligimizni bildiramiz, rahmat aytamiz. Aqallisi mush so'rinda birsimizdan biri eshitib qoldi deyli hozir. Birisi kelib quloqimizga "Faloningaz eshitib qolibdi, yepib oling" desa, biz u odamga nihoyat xush bo'lamiz. Alloh subhanahu va
Taala bizning nurg'ulg'an gunohlarimizni biladi. Ana shularning hammasini Sittir ismining taqozzosidan yepib keldik. Unda bo'lgan ekan, bu ism qalbda Alloh subhanahu va taolo qanday qilishimiz kerak ekan? Shukr aytishimiz kerak. Cheksiz hamd sano aytishimiz kerak. Rasvo qilmaganligi uchun. Shundaqla aybimizni yapgan odamni biz yaxshi ko'ramiz. Unda bo'lgan ekan, shukr aytish bilan birga Alloh taologa sog'lom tabiatda bo'lsak bir muhabbat qo'zg'aladi. Chunki hech kim ko'rmagan qilgan gunohlarimizni, hech kim ko'rmagan anglaganlarimizni, ko'rganlarimizni Alloh biladi-ku, lekin Alloh bilib turib oshkorlamadi. Elhamdülillah. Sana şükürler olsun ey Allah da bunun karta şükür eğitişimiz gerek. Bu bizden bugünkü Estir isminin ügündüğün birinci noktamız. İkinci noktamız bolsa Allah subhanahu wa ta'ala bilip durup bizim günah kılganlığımızı bilip durup kişilerin hemmesi bizni yaxşı dep tursa Allah Taala biledi de bizim qanday ekanligimizni bilip durup nima uchun oshkorlamaydi? Bendem tövbe qilib olsin deb oshkorlamaydi. O'zini bilib olsin deb oshkorlamaydi. Allah Taala bizning gunohimizni yapgan ekan, biz bunun karta tövbege aldırışımız gerek. Özümüzü tüzüşke tirişimiz gerek. Bu ikincisi, yani tövbege aldıraş. Estir ismini ügündüğün noktamız ikincisi. Üçüncüsü bolsa Allah subhanahu wa taala bizning gunohlarimizni yapgan ekan, kishilar orasida rasvo qilmagan ekan, bizmi o'zimizdan qilgan xatoligimizni yepishimiz kerak, asla va asla oshkorlamasligimiz kerak. Bugun kunimizda yoshlarning orasida o'zining qilgan gunohidan faxrlanadigan, po'atadigan, men bunda qilyaptim, unda qilyaptim deydigan ahvollar bor. Bir gunohni tunji qatim qilmoq tas. Tunji qatim qilgan vaqtda har qanday bir sog'lom tabiatdagi inson bir gunoh qilsa uningdan shirkinadi, gunoh qilib pushaymon qiladi. Lekin shayton uning qalbida har xil vasvaslarni qilish orqali uning qalbida normallashtiradi. Bir qatim qiladi, tas qiladi, ikkinchi qatim uningdan bo'shroq tas qiladi, uchinchi qatim qiladi, uningga normallashadi. Shaytonning kayni kiravergandan keyin u gunohini oshkorlaydi. Men uni qildim, u yerda bundan narsa bor ekan, buni qildim deb o'zining qilgan gunohini deydigan holat keladi. Undan keyinchi men unda qilyaptim, bunda qilyaptim deb faxrlanadigan holat keladi. Bu vaqtda biz kimga aylanamiz bilamizlar? Shaytonning askariga aylanamiz, shaytonning quliga aylanamiz. Bu intayin xatarlik ahvol. Biz shaytonning quliga aylanib bilan bo'ldi qilmaymiz. Buning zini shaytonning quli bo'lish, shaytonning askari bo'lish ham emas. Ikkinchi nima desanglar, gunohini oshkor qilgan odam, gunoh qilib po'atgan odam, gunoh qilib do'stlariga degan odam, xuddi gunoh qilib o'zining cho'ng ish qilgandek bilgan mushundaq yoshlar hargiz afu qilinmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytdi: "Kullu ummati muafa." Mening ummatimning hammasi kechirim qilinadi. Illal mujahirin. Men uni qildim deb undan faxr qilganlarning gunohi kechirim qilinmaydi deydi. Biz gunoh qilsak Alloh taolo uni Sittir ismining taqozodan yapsa, oshkor qildik degan gap, Alloh yapgan pardani ochdiq degan gap. Bu Allohning haqqiga tajovuz qilganlik, bu Allohningki eng g'azabini qo'zg'aydigan ishlarningki birisi. Uchinchi xatarlik tarafi gunohini oshkor qilishninki, gunohini oshkor qilish, uningdan faxrlanish odamdan iymonni ko'tarib o'tadi. Chunki gunohni oshkor qildi degan gap u hayo qilmadi, numus qilmadi degan gap. Bir odamda hayo qolmasa, iymon qolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytdi: "Al-haya'u val imanu qurana'u jami'an." Hayo bilan iymon ikkisi bir jup hamra. Fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar deydi. Iymon ko'tarilsa, hayo ko'tariladi. Hayo ko'tarilsa, iymon ko'tariladi. Hayosiz iymonni tasavvur qilib bo'lmagandek, iymonsiz hayoni tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, bir odam o'zining gunohini oshkor qildi deganlik, uningdan iymon ko'tarilib ketdi degan gap. To'rtinchisi, boshqalarning aybini yepish. Afsuski, bugun kunimizda bizga eng chong illat mana shu. Bir odamning aybini tepib olsak, xuddi oltin, dollar tepib olgan o'xshash qo'shilamiz. U aybni kishilarga devasak, pul xarjlagandek qo'shilamiz, rahatlanib ketamiz. Vaholanki bu nihoyat ig'ir illat. Bugun kunimizda qarab qilgan bo'lsak, to'g'ri qarasanglarmi? Normal bir nasihat, yaxshi gap qilgan video ming qatim ko'rsa, boshqalarning aybini ochgan, haqoratlagan, uningga tuhmat qilgan yoki Alloh yapgan, shunda ayb nuqsonni ochgan video necha ming qatim ko'rdi. Bu nimaning alomati bilamizlar? Bizning naqadar Allohning haqqiga tajovuz qilganligimiz, Alloh yapgan o pardani ochganligimiz, Allohning bu Sittir ismiga zidligimizni bildiradi. Amaliyotda bu boshqalarning aybini echish, boshqalarga yeyish deganlik va xatarlik, shundaqla iymonninki qalb kiymaganligining isboti. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima deydi? Ya ma'shara man amana bi lisanihi va lam yadkhul al-iman qalbahu. Iymon qalbi kiymagan, eg'izlam taxa iymon etib deb qo'yganlar. La taqtabul muslimin. Musulmonlarning g'aybatini qilmanglar deydi. G'aybat degan nima? Bir odamning aybini deyish. Ayb emas, yo'q ishdan bir narsa u tuhmat bo'ladi. Xatoligini, aybini kishilarga deb taqatsa, u g'aybat bo'ladi. Bu odam qanday odam ekan? Iymon qalbiga kirmagan kishi. Va la tattabi'u awratihim. Boshqalarning uyatliq ishlarini izlamanglar, uning keynidan ko'chilamanglar. Man ittaba'a awratihim yattabi'ullohu awratahu. Qanday bir odam boshqalarning uyatliq yapadigan, numus qiladigan, hijriladigan mushundaq ishlarini ko'chilab, o'shini izlaydi ekan, yattabi'ullohu awratahu. Alloh uninkini ko'chilaydi. Va man yattabi'ullohu awratahu yasbahu fi bayti. Qanday bir odamning aybining keyniga Alloh tushgan bo'lsa, u odam boshqaning keyniga tushib, u odamni Alloh taolo uyda bo'lsin rasvo qiladi deydi. Namsiz ism to'g'riga chiqib yozgan bo'lsa-mu, hech kim bilmay qoldi, tilib oldim, haqorat qilib oldim, aybini echib oldim desa-mu, Alloh taolo uyga yushunib olgan taqdirdami, kompyuterning keyniga yutib olgan taqdirdami, uni rasvo qiladi deydi. Demak, boshqalarning aybini echish,
boshqalarninki xatoligini oshkor haqorat shakllik bu xil shaklda yeyish mana shundoq bizni Allohninki mushu dunyodagi jazosi qo'ydi. U bo'lsa qanda o'zimizninki rasvo bo'lishi. Aksicha Alloh yetibdi. Alloh taolo buni menga bildiribdi. Bu bir imtihon ekan. Alloh oshmagan ekan, men yapay deb uni yapsa, qiyomat kuni shuning barabariga Alloh taolo uning bir ayibini yapadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men satara awrata axihi al-muslim, satarallohu awratahu yawmal qiyamah." Qanda bir odam musulmon qarindishininki hijrildigan, uyat bo'ladigan, numus qiladigan ishlarini yapar ekan, Alloh taolo uning hijrildigan, uning numus qiladigan, oshkora bo'lib ketmasa bo'ladi deydigan ishlarini qiyomat kuni kishilarning oldida rasvo qilmaydi. Yapadi deydi. "Va men kashafa awrata axihi al-muslim." Qanda bir odam musulmon qarindishining ana shunday maxfiy hijrildigan, bu shunday ishlarini ochar ekan, Alloh taolo uyda bo'lsa-mu uni rasvo qiladi deydi. Endi bugungi ahvolimizga bir qarab baqaylik. Bu boshqalarning bir ayibini tepib olsak, angushta topgandek xo'shiladigan, qo'limizga bir ortiqchilik tushgandek xo'shiladigan, uni kishilarga yeyib olsak, bir rahatlanadigan bir xil kasalga hammamiz mubtalo bo'ldik. Bu ahvol nihoyat bir xatarlik ahvol. Bu Allohning bunda yapgan perdesini ochganlik. Shuning uchun bizning bugun Allohning sittir degan ismidan o'rganganimiz boshqalarning ayibini yepish. Va kafa bi robbika bi zunubi ibadi khabiran basira. Alloh biladiya boshqalarning ish qilganligini, Alloh xabarda, Alloh ko'rib turadi, Alloh kupaya. Bizga nima yapti? Boshqalarning xatoligiga sotchi, o'zimizning xatoligiga advokat bo'lishqa, mahil kasalga kirib qolmaydi. Bu Allohningki huquqiga tajovuz qilganlik. Va shundaqlar ba'zida o'zini aqlishi mumkin. Biz mushundaq boshqalarning xatoligini o'tirg'a achiqish orqali uni tuzatmoqchi deb o'ylab qilishi mumkin. Amaliyotda xatolik shunda tuzlamdi. Payg'ambarimiz shundaq tuzatganmi? Sahobaning ichida xatolashganlar yo'qmidi? Sahobaning ichida halaq ichganlar yo'qmidi? Sahobaning ichida zinoga tushib qolganlar yo'qmidi? Hammasi bitdi. Hatto sahobalar bir sahoba takrar halaq ichgandan keyin Rasulullohning qashiga so'rab kelgandan keyin Rasululloh dedi, "Rasul qilinglar maguyni chiqib dumbalanglar." Dedimi Rasululloh? Asla. Rasululloh nim dedi, "Innahu yuhibbullohu va rasuluhu." Rabbinglar. U Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radi dedi. Ma islomning ta'limoti. Hatto bir yamash qilganligini dedi, "Ijtanibu hadhihi al-qadurat allati nahallohu anhu." Alloh cheklagan ma yomon ishlarni ner turinglar. Agar mushuna qilsagan bo'lsanglar, falyastatir. Yushinglar uni, yepinglar. Agar bizga hujjatlan kelib qolsa, had turg'izib salamiz. Shuning uchun yepinglar, oshkalamanglar, demanglar deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xato qilsagan bo'lsa-mu, uni demaslikka yepishga buyurdi. Xatolik qandoq tuziladi unda bo'lsa, qandoq tuziladi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining siratida nayt güzel şekilde bizga buni debreklik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomninki Madinaga kelgan vaqtda payg'ambarimizga tunji qatim imo etgan bir sahoba bor. İsmi Havvat ibn Jubayr deydigan. Bu sahoba yosh, nayt kirishgan, o'zi chiroyli bir sahoba. Madinaga kelib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ulashgan vaqtda Rasulullohga imo etdi, bay'at berdi. Rasululloh bilan birga jihadga chiqdi. Mujohid bir sahoba, lekin inson. Bu sahobaning xuddi bizlarninki hammamizning bir xatolik bo'lganga o'xshash bir xatoligi bor edi. U bo'lsa-mu ayol kishini qizg'onlik ko'rsa, sal turolmaydigan, qizg'onlik ko'rsa yasinib, shuning qishini o'tkisi keladigan, bu shunday bir aybi bor edi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan bu sahoba urushdan qaytganda bir safarda bilib qoldi. Bir yerga tushdi sahobalar. Tushgandan keyin bu sahoba chedirdan shunda chiqsa, chedirning a tarafida bir qancha ayol sahobalar ko'rib qoldi-da bu. Demak, bu sahobaning ojizligi shu. Qana qildi? Darhol chedisni kiyib, chiroyli kiyimlarini kiydi, atirini chashdi, shuning qashqi bir o'ltadi. Xatolik qo. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom chedisdan chiqib, tag'ili Havvatni ko'rib qoldi-da, qashig'irib Havvatniki nima maqsadda qanday o'ltirib o'qib qoldi-da Rasululloh. Qashig'i borgandan keyin, "Ey Havvat, nima ish qilyapsan?" deb so'radi. Havvat Rasulullohni ko'rib jiddilashib ketdi, o'qib ketdi. "Ey Rasululloh, tuganib ketibdi, ammo tuganni izlab chiqqan" deb yolg'a aytib soldi. Xatolik İkinci bir xatolikmi? Rasululloh dedi, "Ey kazzab" dedimi? Asla. Rasululloh, "Ha, tuganni izlab chiqqanmidi? Chapanamni tutib turar" deb Rasululloh chapanni tutqizib qo'yib, tartag'iga kirib ketdi. Tartag'ib saqollari oldi Rasululloh chiqdi, chapanni olib kelib, "Qanday Havvat, tuganni topdingmi?" dedi. Havvat yine xijlab ketib, qilib qoldi. Safarga davomlashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom da yolg'iz tushib qolgan vaqtda, "Qanday Havvat tugi chiqdimi ya?" Havvat xijlab ketdi. Hatto Madinaga borgancha Havvat payg'ambarimiz o'zini ep qichib bo'lmay qolib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey, mag'uyni, oyoq kishini qashtirib dema yasinab" dedimi? Demedi. Hatto Madinaga borgandan Havvat qilg'ashib pushaman qilib ketdi. Payg'ambarimiz yana demedi. Madinaga kelgandan keyin Havvat masjidga namoz o'qib, "Ajab bir ish qilib qoldim" deb xiyol qilib namoz o'qiyapti dedi. Rasululloh masjidga kirdi. Rasululloh namoz o'qidi. "Oh, endi Rasululloh yana namoz o'qib bo'lsa, yana tuganni topdingmi?" deb so'rab qolsa, "Nimdama" deb namozni uzun o'qidi Havvat. Mushaylar namoz o'qib chiqirsin masjiddan. Andan keyin chiqay degandek namozni uzun o'qidi. Rasululloh salom berdi, salom berib, "Ey Havvat, namozni qancha uzun o'qisan o'qi, men saqlab turibman" demişdi dedi. Oh,
Bu ishmi ish qilganmidi? Xavat, endi bo'lmadi. Endi Rasululloh bilan o'zlashmasam bo'lmadi deb namozni o'qib, Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, bundan tugamayib ketmagan. Mushu gapni qildi." Xavat, payg'ambarimiz aytdi, "Nima ish qildingiz?" dedim, "Alloh senga rahmat qilsin. Alloh senga rahmat qilsin. Alloh senga rahmat qilsin." 3 qatim dedi. Shu gapni dedi, keyin deganni ko'chirmadi. Qalbiga yig'ilib qolgan narsa chiqyapti Xavatninki. Payg'ambarimiz xatolikni mushunda tuzatgan. Bu voqea faqat payg'ambarimizning Xavatning o'ttirisida bo'lgan voqea. Hech kim bilmaydi. Ammo Xavat Rasulullohning fazilatini bayon qilish uchun bu hadisni Xavat o'zi naql qilgan. Ravisi o'zi. Xatolik to'laga chiqib yezilib tuziltilamdikan, boshqalarga taqtish orqali tuziltilamdikan, so'ringa yeyish orqali tuziltilamdikan. O'zimizning axloqining payg'ambar axloqiga naqadar yaqinlashib ketganligini his qildikmi? Bu sayyidisdan, bu siratdan dars ibrat olishimiz kerak. Yana ba'zi kishilar ayibni aytish bilan tanqidni farqlantirmaydi. Tanqid degan qanday bo'ldi desanglar, tanqid degan xatolashquchining ulug' semizligiga, rangiga, nasibiga, gipiga, tinishiga, mingishiga buningga chiqish qilinmaydi. Faqat xatoligi ilmiy shaklda tuzitish beriladi. Shundaqla agar bu digirildigan, qishqirib, kurashkirib bo'lgan holatlar qolsa, qishig'i berib maxfiy holda deydi. Agar unda emas, bulab qolsa, oshkor dishiq to'g'ri kelsa, ismini tilga olmasdan, uningga haqorat qilmasdan, uning xatoligini mubolag'alashtirmasdan, ilmiy shaklda uni ortiqchilikligini ta'riflash bilan mahil shaklda bo'ladi. To'xtamay sukish, to'xtamay haqorat qilish, to'xtamay tushirish, uning nasibi, uning cheshning rangi, egiz pakoligi ma taraflar tatib chiqilgan hamon insonlarda bo'lsinki, o xatolik tuzitish emas, o faqat qo'sqidagi qo'saq kiprikini chiqarish yoki uningga bir o'chmanlikni ifodalash, qandalan bo'lmasin, nayt ig'ir bir gunoh, ig'ir bir jinoyat. Biz xatolikning qanday tuzitilganligini yuqorqi siratdan nayt ochiq shaklda bilalaymiz. Shuning uchun biz boshqalarning ayibini yepishimiz kerak. Boshqalarning ayibini aytishda bu illatimiz, bu kesilimizni hargizmi men islohotchi, men tadqiqchi, men yaxshilamoqchi deb o'zimizni aldamasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning bu Sittir ismi bilan duo qilish. Ana shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning duolari ichida, atdigan kashdagi zikrlar ichida Allohumma astur awrati va amin rawati. Chiqanlarsizlar. Ey Alloh, bizning uyatliq joylarimizni yopqin. Chunki biz inson, chunki biz xatolashquchi, bizning ojiz tarafimiz va kishilar bizni taqvoda bilishi mumkin. Bizning nurg'unlig'i xatoligimiz va kishilar bizni kuchlikda bilishi mumkin. Bizning ojizlik tarafimiz va kishilar bizni olimda bilishi mumkin. Bizning nurg'un jahil bilmaydigan tarafimiz va lekin sen uni yapding. Sana itoat qilib bizmi yapdik ey Alloh. O'zimizning ahvolini o'zimiz bilamiz. Allohumma astur awrati. Ey Alloh, ayvetimizni, uyatliq joylarimizni, mushkamchiliklarimizni, xatoligimizni yapqin deb Alloh subhanahu va taologa bu ism bilan ibodat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shunday bu Sittir ismi bilan axloqlangili, uning taqazzosi bilan amal qilgili, ibodat qilishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Boshqalarning ayibini ochadigan emas, boshqalarning ayibini yapadigan kishilarning qatoridan qilsinki, Alloh subhanahu va taolo bizni qiyomat kuni o'zining ana shu bizningki xatoligimizni yapadigan bu xil mukofotiga erishtirsin Alloh subhanahu va taolo. Boshqalarning ayibini aytishni huzurindigan bu xil illatni qalbimizni pokizlab bersin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo hammamizni iymonimizni mustahkam qilsin, anglag'anlarimizga amal qilganlarni nasib qilsin, to'g'ri yo'ldan ozdirmasin Alloh subhanahu va taolo. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.